Assalomu alaykum. Mening ismim Nodira. Yoshim 38 da. Men juda og'ir ahvolda kelgandim. Bir hafta 8 kun bo'ldi. Bugun ancha yaxshiman. Pochkam yaxshi ishlamay, tashqariga yaxshi chiqolmay qoldim. Ko'zlarim xiralashib. Ochkisiz yuz ko'rmasdim. Hozir ochkisiz bemalol yuzlarni ko'ryapman. Ana qolib yaxshi bo'lib qoldim. Ancha oyoqlarim ham og'riqlar kamaydi. Boshida yurolmay kelgandim, zo'rg'a emek. Hozir yaxshi, Allohga shukr, o'zim yugurib yuraman. Yuraklarim yaxshi emasdi. Garmon dedim men 15 yildan beri. Allohga shukr, Jamshid akamga keldim. Garmonlarni ham ichmayapman, yaxshi yuraman. Yuragimni ham dorilarni ichmayapman, ancha yaxshiman, Allohga shukr. Bir haftada rezultat sezildi. Rahmat. Atyoklaringiz ketdi, mana yuzlaringiz ancha. Atyokim yuzim ishib, mavtlarim ishib ketgan. Hozir men kichkina bo'lib yuzlarim ham kichraydi. Qo'llarim ham yaxshi bo'ldi, aniq atyoklarim kamaydi. Oyog'imda endi ozgina bor hali. Qo'llarim, yuzlarimda kamaydi, Allohga shukr. Bir haftada sezildi. Uyqungiz qanaqa? Uyqum juda yaxshi. Maza uxlayapman. Bomdodga Alloh o'zi turg'izibdi, keyin yana yotib uxladim. Yana uxlayapman. Tiniqib uxlayapman. Oldin uxlasam ham charchab turardim. Hozir unaqalar yo'q, Allohga shukr, ancha yaxshiman. Jamshid akamdan Alloh rozi bo'lsin. Keladiganlar kelinglar, mana qo'shnimni ham olib kelyapman. Ancha yaxshilar qo'shnim ham. Rahmat Jamshid aka, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim umr yoshingizga baraka berib, o'zingiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Alloh mehribon zot, shifoyi komil shifo ato etgan bo'lsin. Sababchisi siz. O'zidan boshqaga muhtoj qilmasin. Inshaalloh. Allohimga behisob shukronador bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sizam sog' bo'ling Jamshid aka. Rahmat.